Yerda 3 soatlik tayyor jihozlari bilan kottej topib qo'ydim sizlar uchun. Hozir ichlarini ko'ramiz. Ichlarini ko'rgani ketdik. Bu yerda qo'shimcha yerlari bor. Jami 5 soatdan katta. Uyda barcha jihozlari bilan beriladi. Oldin ham reklama qilganmiz. Xudo xohlasa hozirgi paytda narx tushdi. Shoshilinglar. Bitta hozir kvartira beradi, lekin bu uyga kelib ko'chib yashasanglar bo'laveradigan tayyor holatda. Hozir ichlarini ko'rib o'tamiz. Uyimizga kirganda qaranglar, qanaqa shinamgina barcha mebel texnikalari bilan hamma narsasini, remontini, mebellarini chiqarib olsangiz $15,000 minus qilib olsangiz ham uy sizga $20,000 qolayotgan bo'ladi. Qaranglar, remontlariga alohida ahamiyat berasizlar. Juda ham chiroyli, bunaqa tayyor uy. Hozir kvartiralar ham shu narxda bo'layapti. Hamma narsalari qoladi bu yerda. Yotoqxona 2 tadan va bu yerda o'zini oshxonasi. Oshxonalari ham o'zi tayyor kelib ko'chib yashashga. Uyda hamma xonalari to'pli pol. Hojatxonadan isiydi. Hozir ham yoniq ekan, issiq turibdi va hojatxonasi katta, aeroport desa ham bo'ladi. Qaranglar, mehmonxonasiga alohida e'tibor berasizlar. Olasizlarda ehsoninglarni qilib uy oldim deb o'sha ko'chib yashasanglar bo'ladi. Kimga shunaqa uyni ravo ko'rsangiz, like bosib, shu insonga yuborib qo'ying. Shu uyni sotib olsa juda ham xursand bo'lamiz. Har bir xonasini obzor qilib beraman, ketdik. Bu kottejimizning manzilini so'raganlar uchun 7-chinorda pastidan tushganda oldingi TTZ o'rniga tushgan kottejlar 3 sotik va qo'shimcha yerini hozir ko'rsatib o'taman. Tezroq jo'natib qo'yinglar. Bu narxga bunaqa uy jihozlari bilan topolmaysizlar. Musofirda yurgan akalarimiz shu uyni sotib olib $300 dan arendaga berib qo'ysangiz ham har oy sizga pul kelib turadi, ham uyning narxi oshadi. Bu eng to'g'ri tanlov. Uyingizda pulingiz yotgani bilan qadri qolmaydi, lekin bu uylarda bu yil shunaqa pulga olsangiz, yana yilga $10,000 qimmatiga olasiz. Bu joy uyimizning sahnasi. Sahnadan bu yerda darchasi bor. Chiqqaningizda bu tomonda yana 2 soticha joy bor. Primerni bu tomon katta yo'l, uni yo'lni bo'yidagi HBKni pastidagi dom ko'rinyapti. Yevrometan bor. Xudo xohlasa olgan odam maza qiladi. Asak uylardan sotib olsanglar, biz xursand bo'lamiz. Kottejimizning narxiga keladigan bo'lsak, 38,000 AQSh dollari ozgina sunnatiga o'tib beramiz. Shoshilinglar do'stlar, bu aynan siz uchun.